Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nabrejiy, Chili Nijikamiz yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftaning seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da to'g'ridan to'g'ri Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Siz ham xuddi shunday komfort avtobuslarda reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki joylaringizni onlayn bron qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan tashqari avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozin ishlaydigan konditsionerlar, 50 kilodan 60 kilogacha o'zingiz bilan yuk olsangiz bo'ladi. Telegram, YouTube, Facebook, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozib ham siz joylaringizni bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Videoni xalqaro yo'nalishlar bo'yicha reys amalga oshiradigan tanishligiga jo'natib qo'yinglar. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.